Birinchidan toza havo, chiroyli tabiat. Garchi shahar bo'lsa ham haftasiga bitta fanni maksimum 4 soat yokida 2 soat o'qiysiz xolos. Ideal holatdagi haydalgan mashinalar o'rta hisobda 2000 euro turardi, lekin bu yerga kelgan payt yangi velosipedlarni hattoki 4000 eurolik, o'rtacha 4000 eurolik narxlarda ko'rganmiz. Ya'ni bu yerda hech qanaqa oraliq nazorat yo'q, yakuniy nazorat yo'q. Shunchaki topshiriq bajarasiz. Bu yerda shunchaki Twitterga borib, to'g'ridan-to'g'ri borib muammoga ayta olmaysiz. O'qish tugatganlardan keyin Finlyandiyada qolish yoki O'zbekistonga qaytish? Assalomu alaykum. Yuvapayeva. Yuvapayeva. Diyorbek, Artur qisqacha o'zingni tanishtirib yuborsanglar. Hop, mening ismim Artur, Double Degree loyihasi bo'yicha Xalqaro Nordik universiteti va Kareliya amaliy fanlar universiteti Talabaman. Hozirgi kunda 2 yil O'zbekistondagi Nordik universitetida tugatdim va 3-yil davom ettirish uchun Finlandiyaning Kareliya universitetiga keldim. Mening ismim Diyorbek. Men ham shu qatori Nordik talabasi edim. Hozir ham talabaman. Va Nordikdagi 2 yillik kursni tamomlagandan keyin Double Degree asosida, ya'ni qo'shma hamkorlik asosida bu yerga Kareliyaga o'qishimni ko'chirib keldim. 3 va 4 kursda o'qish maqsadida va hozirda kompyuter injiniring yo'nalishida o'qishimni davom ettiryapman. Finlyandiyaga birinchi borgan paytinglar sizlarni mana shu shokka solgan yoki hayratga solgan narsa nima bo'ldi? Finlandiyaga aslida o'tgan yil ham Work and Travel dasturi asosida kelganmiz. O'sha paytda kelganimizda hayratga solgan narsalar ko'p bo'lgan. Misol tariqasida endi O'zbekiston iqlimidan kelib chiqadigan bo'lsak, biz asosan shahar hayotdan kelgandik, lekin bu yerga ishga kelgan paytimizda bu yerda bir Sarvisalo degan orolda mutlaqo suv bilan o'ralgan mana shu orolda firmada ishlagandik. Mutlaqo o'rmon hayoti edi. Bu paytda ko'zlarimiz bir yashillikka qanaqadir to'ygandida o'sha paytda yashillik bilan. O'sha 3 oy biz uchun boshqacha o'tgandi. Qanaqadir bir ehtirosli desam bo'ladi. Chunki tabiat hayoti biz uchun ancha uzoqroq edi. Endi O'zbekiston sharoitida tabiatga chiqish bu biroz qiyin masala. Bu yerda esa shunchaki shaharning o'zi ham hattoki o'rmon bilan o'ralgan yoki shaharning o'rtasida ham bir kichik o'rmonlar mavjud. Agar men aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda albatta tabiati, chunki aytgandek tabiatga o'rganmaganmiz biz va hozir mana moslashib ketdik. Meni ikkinchi narsa, o'zi avvalan bilgandim kelishimdan avval odamlar kamligini, lekin bu darajada yo'q deb hisoblamagandim. Ya'ni deyarli odam yo'q shaharda. Misol kunduzda o'qishdan qaytayotganimizda yoki qaysidir aktivitega ketayotgan paytimizda shaharda faqatgina barmoq bilan sanaydigan odamlar uchratasiz xolos. Unaqa ko'p emas. Endi o'zimizdagi Toshkent yoki boshqa viloyatlarda agarda ko'rgan ko'chada yursangiz, yurgan yo'l yo'q. Misol. Menimcha bu videoga ustiga klik qilib ko'rayotgan har bitta odamga qiziq bo'lgan savol: Finlandiyadagi darslar O'zbekistondagi darslardan nimasi bilan farq qilar ekan? O'qituvchilar deysizmi, baholash tizimi deysizmi, fanlarni yoki qanaqadir dars jadvali deysizmi, mana shu hammasini umumiy olib qarasa qanaqa farqlari bor ekan? Ko'zga yaqqol tashlanadigan. ko'zga yaqqol tashlanadigan elementlari aslida ko'p. Masalan, O'zbekistondagi universitetlar ko'proq davomatga qaraydi, lekin bu yerda davomat unchalik ham muhim emas. Eng muhimi kerakli fanlarni o'zlashtirish kerak. Barcha resurslar yuklab beriladi tizimga. Xuddi O'zbekistonda Xemis bo'lgani kabi bu yerda ham platforma bor maxsus. Bu Student Pack deyiladi. endi anchagina kengroq platforma. Bu yerda albatta darslar jadvalini xuddi Xemis qanaqa imkoniyat bersa barchasini bu yerda ham ko'rish mumkin. Va bu yerda biroz qiynab qo'ygan narsa, ya'ni bir o'rganmagan narsamiz, bu yerda topshiriqlarni juda ham ko'p berishadi. Masalan, O'zbekistonda o'qigan paytimizda bizga bir semestrda bitta fan 2 ta topshiriq berardi va ular uchun bajarish muddati, ya'ni deadline o'rtacha 1 oy oldin belgilanardi. Bu yerda odatda shu bir haftada har haftada bitta yangi assignmentlar topshiriqlar qo'yiladi va o'shalarni bajarib qo'yish kerak va O'zbekistondagi kabi 10 ballik, 15 yoki 20 ballik shkalada emas. Bu yerda 1 balldan 5 ballgacha o'rtacha bo'ladi va hattoki topshiriqlar bor. 0-5 ball uchun ham topshiriqlarni bajarganmiz. Yana bir ajablanarli narsasi farqi
Ya'ni asosiy farqi bu yerda asosan mustaqil o'qish uchun vaqt beriladi. Ya'ni mustaqil o'qish uchun o'qitiladi. Ya'ni darslar soati kam, ya'ni o'qituvchi bilan yoki guruh bilan ishlaydigan vaqtlar soni kam. Nimadan? Mustaqil ishdan ko'ra. Mana haftasiga bitta fanni maksimum 4 soat yokida 2 soat o'qiysiz xolos. Keyin qolgan 20 soat yokida 30 soat vaqtingiz bitta mavzu o'zlashtirish uchun 30 soatgacha sizga mustaqil soat beriladi. Bu degani davomat muhim emas. Qaysi ma'noda? Davomat ba'zi bir fanlarda bor, u ham o'qituvchiga bog'liq. Lekin ko'p fan 90% fanlarda misol uchun davomat muhim emas. Kerak bo'lsa biz shu 3 kredit fanni yoki bitta fanni 1 oyda tugatgan bo'ladi misol. Vazifalarni bajarib. Har bitta fan misol 2 kredit bo'ladimi, 10 kredit bo'ladimi, kredit necha bo'lishidan qat'iy nazar maksimum 10 ta darsgacha, 10 ta paragacha dars o'tiladi. Yokida 10 ta yokida 8 ta shunaqa, ya'ni ular teng yarmi leksiya, ya'ni teng yarmi mashqlar bo'ladi. Ya'ni shu holatda 1 oy davomida, ya'ni 4 hafta davomida har kuni 2 paradan, har hafta 2 paradan o'qiysiz, darslar tugadi. Keyin baholash tizimi bo'lsa, bu yerda asosan olgan bahoyingizni foizga qaraladi. Necha olgan bahoyingizga emas, o'sha misol uchun maksimum sizga 5 ta topshiriq berildimi, umuman o'qish davomida 5 ta fandan misol uchun общий 30 ball berilgan bo'lsa, 30 balldan 20 ta to'pladi. O'sha 20 ta ballni nechadir foizini chiqaradi. 30 balli bu yerda 50% dan yuqori. Agar 51% oladigan bo'lsa yoki 50% oladigan bo'lsangiz ham, siz kursni yakunlaysiz. Ikkiga imtihonlar yo'q bu yerda. Ya'ni imtihonlarni o'zi qaysi ma'noda uy topshiriqlari asosida olinadi. Chunki uy topshiriqlarining darajasi imtihon bilan barobar. Ya'ni bu yerda hech qanaqa oraliq nazorat yo'q, yakuniy nazorat yo'q. Shunchaki topshiriq bajarasiz. Bir haftada misol 4 ta faningiz bo'lsa, 4 ta topshiriq olasiz bir hafta uchun. Bizda bo'lsa bitta semestr uchun bitta fan, 2 ta topshiriq beradi, bitta yakuni, bitta oraliq bo'ldi. Bu yerda har hafta bittadan topshiriq olib ishlayverasiz. O'sha asosida baho chiqadi, kurs tugatasiz. Qaysidir ma'noda maktabni eslatib yuboryapti, lekin hozir bizada maktabga borsangiz ham, maktabda ham xuddi shunaqa nazorat ishi, yakuniy va oraliq nazorat ishlari bo'ladi. U yerda o'sha har bitta darsda o'tirayotgan mavzuga qarab, bajarayotgan mashg'ulotingizga qarab, o'sha vazifalaringizga qarab imtihon sifatida ketaveradi baholaringiz. To'g'ri, maktabda ham biz imtihon bo'ladi, lekin bu yerda imtihon ham yo'q. Shunchaki vazifalar orqali siz baho chiqadi xolos. Hech qanaqa bir majburiy nazoratchi olinmaydi orada. Shunchaki uyga sifat topshirasizda, o'sha orqali bahoyingiz chiqarib olasiz. Va muhim bir narsa, O'zbekistonda biz topshiriqlarni albatta himoya qilganmiz. Bu yerda ham himoya qilishimiz kerak, sababi baribir mustaqil ta'lim qaysidir ma'noda sun'iy intellekt bilan uzviy bog'langan bo'ladi. Ya'ni mustaqil ta'lim albatta sun'iy intellekt orqali ma'lumot olamiz va biz dasturchi sifatida bizning yozgan kodimiz sun'iy intellekt o'qitilgan tartibda bo'lib qolsa, ya'ni biz sun'iy intellekt bizni ham o'qitayotgan bo'lsa, biz xuddi sun'iy intellekt kabi yozayotganday bo'lamiz forma jihatdan va IA detektorlar aynan bizni kodimizni sun'iy intellekt yozgan deb ham e'lon qilishi mumkin. Faqat mana yaqinda o'qituvchini o'zi darsda bizga kod yozdi va o'sha kodni sun'iy intellekt yozdimi yoki odam yozganmi tekshirgan vaqtda mutlaqo sun'iy intellekt deb chiqarib berdi. Xo'p, buni yechimi sal boshqacharoq. Darsda albatta himoyada bu shu bosqichda bo'ladi. Ya'ni birinchisi o'zimiz yozgan kodni tushuntirib beramiz. Uni nima maqsadda mana bu metodlarni ish bajaradi yoki mana bu funksiyalarni ish bajaradi, barchasini tushuntirib beramiz. Undan keyin o'zgartirish mumkinmi degan savol beriladi. Mana bu ikkinchi etap. Agarda ha deydigan bo'lsak, biz uni 3-etapga, ya'ni o'zimiz darsda taqdimot paytida 150 dyumli ulkan bir monitorga ulangan holatda barchani oldida, nechta talaba bo'lsa, domlani oldida o'sha kodni o'zgartirib berishimiz kerak. Agarda imkoni yo'q deydigan bo'lsak, bu kodni xuddi sun'iy intellekt yozganday bo'ladi, chunki doimo bu yerda qanaqadir bir alternativ yechimlar bor albatta. Mana shu sababdan qaysidir ma'noda o'sha taqdimotning o'zi bu xuddi bir imtihonga teng. Keyin yana bir vaziyat bor, qisqacha u deadline masalasi bor. Deadline'da o'qituvchi bilan agarda vaziyatingizni tushuntirib kelisha olsangiz, u deadline'ni cho'zib berish imkoniyati ham bor. Yoki deadline'dan keyin topshirsangiz ham maksimum baho olish imkoningiz bo'ladi. Siz aytganingizdek, endi men hozirgi aytib bergan sizlarni taassurotinglardan keyin, sizlarning tajribalardan kelib chiqib, menda shunaqa taassurot uyg'ondi.
Agar O'zbekistonlik bilan solishtiradigan bo'lsak, mustaqil ta'limga asosan vaqt ajratilgan. Bizada ham masalan o'sha taqdim etiladigan kreditlarning 60% soati mustaqil ta'limnikida, 40% o'sha auditoriya hisobidan oladigan bo'lsak. Lekin agar bizada mana 2 oyda tugadi leksiyalar ham, seminarlar ham, qolgani o'zinglar shug'ullaninglar, imtihonlar atmang deyilsa, siz aytgandek shundoq kiramiz, GPTga yozamiz, mana vazifa yuklandi, platformaga bo'ldi. Demak, bu narsa ishlamaydi. Lekin himoya qilishingiz kerak. Ya'ni himoya qilgan paytingizda sizdan bilinadi, siz ChatGPTdan qildingizmi yoki o'zingiz qildingizmi. Faqatgina siz ChatGPTdan yuklabgina topshirib baho ololmaysiz bu yerda. Balki himoya qilib berishingiz kerak o'sha vazifangizni. Himoya qilayotganingiz bilinadi keyin sizda. Agar rostdan ChatGPT olgan bo'lsangiz, siz u so'ralayotgan savolga javob bera olmaysiz. Yokida o'sha kodni o'zgartirib ber degan joyda o'zgartirib bera olmasangiz, demak siz bahoyingizni kuyasiz. Aslida o'qituvchining o'zi ham talabani darajasini biladi, chunki mana leksiya paytida bu yerda xo'p, birinchi navbatda leksiya haqida gaplashamiz. Agarda leksiya paytida o'qituvchi mana bu bir ishni qilamiz deganda talabalardan so'raydi, kimda qanaqa yechim bor. Va barcha o'z yechimini taklif qiladi. Yokida qanaqadir bir muammo bo'ladigan bo'lsa, yokida yozilgan kod ishlamay qoladigan bo'lsa, o'qituvchi mana bu nima uchun ishlamayapti deganda talabalardan albatta fikr so'raydi va doim ham barcha talaba bu yerda fikr bera olmaydi. Mana bu narsani o'zi talabalarni aqliy salohiyatini darajalab beradi. Xo'p, ikkinchi masala mana O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, O'zbekistonda bizda bir para leksiya bo'lsa, bir para amaliy ishlar bo'lardi, amaliy mashg'ulot bo'lardi. Bu yerda unday emas. Bu yerda faqatgina haftada bir yoki ikki para leksiya bo'ladi. Masalan, bizda 2 kreditli fan bor edi. 2 kreditli fan atiga 4 para darsdan bizda tugab ketgan. Ya'ni bir oy ichida 4 para darsdan tugatildi va 4 ta topshiriq bilan biz o'sha yerda bahomizni olib ketganmiz. Bu gapni eshitayotganlar hozir shokda o'tiribdi. O'zbekistonda 2 ta kredit. Ochiq gap ketganda ochig'ini aytish kerak-da. Endi vaziyatni tushuntirish, sistemani tushuntirishimiz kerak-ku. Misol uchun 3 kreditli fanimiz, ya'ni kredit qancha bo'lishidan qat'iy nazar, maksimum 2 oygacha yoki 1,5 oygacha o'qitiladi fanlar. Keyin agarda misol uchun 1-yanvardan 27-fevralgacha time qo'yiladi-da, o'zi har bitta fan uchun. Enroll qilgan paytingizda, o'sha fanga yozilgan paytingizda siz shunchaki 3-semestr umumiy 3-semestr hisobida o'qimaysiz u fanni. O'zi cheklangan vaqti bo'ladi. Agarda cheklangan vaqtigacha tugatiladi, agar undan oldin tugasa ham qolgan paytida misol uchun keyinchalik siz topshirgan vazifalarni analiz qilish imkoniyatini beradi-da. Ya'ni o'sha bir kreditli fanimiz agarda 1-yanvardan 27-fevralgacha qo'yilgan bo'lsa, dars o'tish vaqti u deylik 15-fevral tugadi dars. Mavzular. Qolgan 15 kuni hisobiga siz o'qituvchi bilan birga-bir individual ishlashingiz mumkin bo'ladi. bu yerda jiddiy o'xshashlik bor. Nordik ham, Koreyalar ham albatta Yevropa standarti bo'yicha kredit modul tizimida ishlaydi. Xo'p, bu yerda barcha fanlarning o'z kreditlari bor. Xo'p, kreditni soatini gapiradigan bo'lsak, bir kredit bu 30 soatga teng. Qaysidir ma'noda bu yerda bir kredit odatda bir haftada tugaydi. Nimaga deganda bir kredit 30 soat bo'layotgan bo'lsa, o'shani 2-4 soatda yokida bu yerda hattoki 1,5 para degan tushuncha ham bor. Ya'ni 3 soat bo'ladi. Mana shu 3 soat ma'ruza bo'lsa, qolgan 27 soati uyda o'tirib o'qishga teng bo'lgan bir tushuncha aslida. Lekin agar Nordik kesimda oladigan bo'lsak, bizda sal boshqacharoq. Bir kredit fanda taxminan bir 4 para dars bo'ladigan bo'lsa, uni 2 parasi ma'ruza, 2 parasi amaliy ish bo'ladi va qolgan soatlari, qolgan mana 12 soati bu uyda shug'ullanish uchun ajratilgan vaqt bo'ladi. Yuqorida aytilgandek, shu 60 ga 40 nisbat. Ba'zi paytda 20% ham bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni universitetdagi ta'lim bu yerda. Shunday. Qolgan 80% o'z mustaqil o'qishingizga to'g'ri kelib boradi. Ana nimani ko'rganmisizlar? Druziya degan serialda kiradida o'qituvchi kirib, bugungi mavzuyimiz ko'priklar bo'ladi. Ko'priklarning 6 xil turi bor. Mana shu bo'pti, keyingi dars ko'rishguncha chiqib ketadi. Shunday. Ya'ni misol uchun aytaylik, dasturlashdan aytadigan bo'lsam, misol biz VS Code'da yozyapmiz. Ya'ni JavaScript bo'yicha. Misol JavaScriptda bugun tuple'lar o'tdik. Tuple narsa bor. Metodlar o'tamizda. Ikkita metodni shunchaki mana shu metod deydi-da, nimaligini aytadi, nima ishlatishini bo'ldi. U qanday ishlaydi, qanday yozib ishlash kerak, boshqa narsani aytganda o'zimiz o'qishimiz kerak bo'ladi.
muhimi resurs beradi. Da. Keyin o'sha veb-saytga hamma kerakli resurs joylaydi. Sayt linkigacha, boshqasigacha. O'sha dars tugashiga maksimum 15 minut ichida yuklab olgan bo'ladi o'sha. Haligi keyingi kunga qolib ketmaydi yoki boshqa qilmaydi. Keyin u degani, misol siz darsga kela olmadingizmi? Ertangi muhim emas. Ya'ni o'sha hamma o'tilgan mavzularni siz veb-saytdan o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi mustaqil tarzda. Ya'ni kimnidir bu hozirgi gaplaringizni eshitib universitetda o'qigisi kelib ketgan bo'lishi ham mumkin yoki qaytadan o'qigisi kelgan bo'lishi ham mumkin. Keyingi savol Kareliya universiteti talabalar hayoti qanaqa o'tdi? Darsdan tashqari faoliyat to'g'risida. Xo'p, Yonsu bu talabalar shaharchasi nomi bilan, sabab bu yerda har semestr uchun kuzgi va bahorgi uchun exchange dasturlari mavjudda. O'zi bu yerda ikkita universitet bo'lsa, yana bitta o'rmonchilik universiteti bor. Xullas hammasiga turli chetlardan talabalar keladi. Asosan bu yerda talabalar yashagani hisobiga, ya'ni 60-70% aholining qismini talabalar tashkil qiladi. Shuning hisobiga ularga juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Ya'ni darslardan tashqari bo'sh vaqtlarini unumli foydalanish maqsadida har xil tadbirlar mavjud yoki sport mashg'ulotlari bor. Kareliya talabalariga keladigan bo'lsak, Kareliya talabalari odatda darsdan chiqqandan keyin ko'plari o'sha alohida student lounge'da, talabalar o'tiradigan xonalarda darslar tayyorlashadi. Kerak bo'lsa o'sha ichida har xil o'yinlar o'ynashadi, board game'lar bo'ladi, televizor va hokazo. Vaqt o'tkazish uchun hamma sharoitlar yetarli. Keyin darsdan tashqari yokida kech paytlar, misol oqshom paytlari 7-8 atroflarida har kuni har xil tadbirlar mavjud. Misol speaking club bor shaharda o'zi barcha xalqaro talabalar uchun. Ularga qatnashamiz biz misol yoki qanaqa biznes forumlar bo'lib turadi. Biznes uchrashuvlar bo'ladi. Har doim snacklar va boshqa narsalar bo'ladi. Misol sportdan har yakshanba kuni futbol tashkil qilinadi. Ya'ni haqiqiy hakam bilan, haqiqiy murabbiy bilan Buyuk Britaniyalik murabbiy bor. O'sha kelib bu yerda ya'ni o'zini malaka oshirish hisobida futbol o'rgatadi, boshqa qiladi, o'ynatadi. Unga qatnashish talaba bo'lganingiz uchun bepul. Umuman kim bo'lsa qatnasa 2 soat davomida polni yo'q. Shu komandalar almashib, mix bo'lib o'ynaysiz. Tennis bor misol boshqa o'ynaydigan bo'lsa, bu yerda keyin badminton rivojlangan asosiy. Yugurishlar va hokazo. Misol tariqasida yana boshqa har xil tadbirlar bor. Masalan, yaqinda bo'lib o'tgan mana Kareliyada albatta talabalar xalqaro bo'lgani sababli bu yerda hindlar, nepalliklar va adashmasam bangladeshliklar o'zini o'sha milliyligini yoyish uchun finlar bilan hamkorlikda o'zini tadbirlarini qildi. Shirinliklar, o'zlarining qanday ovqatlari, raqslari, qo'shiqlarini kuylashdi va bizga ham taklif keldi o'zbekistonliklar talabalarga va fors, ya'ni ironlik talabalar birgalikda Sumalak qilaydi. albatta shunaqa qanaqandir bir bayram tadbir tashkillashtirish. Albatta bu o'zimizning qanaqadir bir milliy bayramimizga yaqin bir sanada bo'lishi kerak degan bir mazmunda gapirildi. Albatta buning uchun universitet byudjetidan qanaqadir summalar ajratiladi, dekorativ elementlar qoplab beriladi, barchasi texnik yordamlar ko'rsatiladi. Shunchaki talabalar tomonidan o'sha madaniyatni yoyish uchun maksimal harakat qilinishi kerak xolos. Bundan tashqari universitet noakademik hayoti ham albatta qiziq. Ko'chada, ya'ni universitet tashqarisida, misol tariqasida karaokelar mavjud, mutlaqo tekin. Masalan, u yerga borib yegulik, ichimliklar olish mumkin. Talabalar uchun berilgan guvohnoma bo'yicha u yerda skidkalar olish mumkin, chegirmalar albatta 10% yoki qanaqadir yirikroq summalarga. Bundan tashqari har xil bir uylar bor. Misol tariqasida Whisper degan bir jamiyat bor. Whisperda asli angliyalik bir ayol tomonidan tashkillashtirilgan, lekin u yerda etnik ruslarni ham ko'plab ko'rish mumkin. Asli etnik ruslar u yerda rus va ingliz tilidagi har xil aktivitelarni olib boradi va undan tashqari boshqa rus tiliga qiziquvchilarni ham bu yerda kuzatish mumkin. Ya'ni yaqinda borganimizda bir Fransiyadan odam ko'rdim. Asli fransuz, bu yerga o'qishga kelgan va rus madaniyatiga qiziqadi va rus tilini o'rganyapti. Yo'qda finlarning o'zi bor. Undan tashqari mana Nordikda meni eslatadigan narsa O'zbekistonda zakot o'ynardik. Xuddi bu ruslarda ham что, где, когда degan bir o'yin bor. Xuddi mana shu o'yinda bu yerda ham bir tashkillashtirib berishda bir o'ynagandik. Rus formatda. Rus formatida. Keyin bu yerda biz universitetda Koreya universitetida shunaqa doska bor, отдельный burchak bor. E'lonlar doskasi.
U yerga borsangiz, to'lib ketgan e'lonlarga. Ya'ni har kuni har xil, misol tadbirlar o'tkaziladi universitet ichida yoki universitet tashqarisida. Keyin universitet umuman shahar bo'yicha barcha joyga homiylik qiladi yoki shunaqa birga kollaboratsiya jarayonida qanaqadir kichkina tashkilotlar bilan tadbirlar o'tkazishadi. Misol uchun, yaqinda bo'lib o'tgan o'sha Nepallar bayrami bo'lsa, o'sha Nepallar shunchaki talabalarga yuzlanadi. Universitet Twitterlari yokida o'zini o'quv bo'limidagilar sizlarda qanaqadir bayram bormi milliylarda deydi. Shuni o'tkazishmoqchi bo'lsanglar, bizga shunchaki ideya beringlar. Biz uni barcha narsani cover qilamiz, o'tkazib berasizlar o'zinglar deydi. Uning ichida misol uchun yeb ichish bo'ladi, snack bo'ladi, keyin video operator, rasmga olish, video olish hammasini shu universitet tomonidan tashkillashtiriladi-da. Faqatgina o'sha misol nepalliklar shamlar marosimi degan narsa bor ekan, ularda bayram bor ekan. Shunaqa o'tkazishdi. Shunchaki ular plan tuzishdi, qanaqa nimalar kerakligini aytdi-da, bo'ldi. Shundan keyin 3 kun, 4 kun ichida hal bo'ldi. Hali bayram kuni hammani taklif qilib, chiroyli tadbir o'tkazib berishdi. Keyin universitetda veb-sayti bor. O'sha biza degan Xemis bor. Xemisda har doim ma'lumotlar kelib turadi, yangiliklar keladi. Tipa shunaqa bayram bo'ladi yoki bugun shunaqa uchrashuv bo'ladi. Ya'ni kompaniyalardan nima deydi? Workshoplar o'tkaziladi asosan bu yerda. Shular bilan talaba zerikmaydi. O'zi mana shu o'qish jarayonida siz duch kelgan eng qiyin narsa nima bo'ldi? Noakademik emas, aynan mana shu o'qish jarayonida. Akademik hayotda xo'p, bir narsani bilishimiz kerak. Dasturchi bo'lganimiz uchun albatta bizda bozorlar turfa xilligi bor. Masalan, O'zbekiston asosan shu veb-saytlar bilan ishlashadi. Bu yerda esa ko'proq smart shaharlar yokida qandaydir bir startap, jiddiy bir startap loyihalar uchun qiziqish bo'lgani sababli bu yerda dars o'tishdagi metodikalar biroz boshqacha, mukammallik boshqacha, dasturlash tillari biroz boshqacha. Va mana shu bir dasturlash tilidan boshqasiga o'tish biroz qiyin bo'lgan. Masalan, endi kelgan paytimizda shahar hayotiga adaptatsiya uchun juda ham bir hamma joyga bir o'yin kulgu uchun borib yurgan paytimizda hali u payt mantig'ini tushunmagandik. Birozgina bir topshiriq berilgandi. Topshiriqda asli biz Nordicda o'qigan dasturlash tilidan biroz uzoqroq bo'lgan dasturlash tilida yozish kerak edi. Va uni o'zim yozolmaganim uchun shunchaki sun'iy intellektdan olib kerakli joylarni o'zimga moslashtirib shunchaki yuklab qo'yganimda tekst 0 baho olganman. Va o'sha paytda boshqacha bir saboq bo'lgan, lekin aslida undan oldin bizga bu haqida tushuntirish berishgandi. Agarda sun'iy intellektdan foydalansalaring, bu baholaring 0 ga olib keladi va hattoki o'qishdan haydalishga sabab bo'lishi mumkin deb tushuntirishgandi, lekin tushunmagan ekanmiz shekilli. O'sha paytda sun'iy intellektdan foydalanib baribir qildik va olingan 0 baho menimcha yaxshi tushuntirish bo'ldi. O'sha paytda endi albatta birinchi navbat akademik hayotda sistemaga, tizimga moslashish biroz qiyin kechdi. Sababi bu yerda faqatgina Xemisga o'xshagan programma emas, balki 3 tadan ortiq shunaqa mobil ilova va veb-saytlar mavjud-da, alohida student uchun. Faqatgina siz student bo'lib Xemisga joylashmaysiz. Har misol bitta veb-saytda siz faqat vazifalarni yuklaysiz. Yana bir veb-saytda umumiy universitet haqida ma'lumotlar olib turasiz. Yana bir veb-saytda shunchaki jadvallarni, dars jadvalini kuzatishingiz mumkin. Ularga hammasini o'rganib moslashguncha vaqt ketdi misol. Lekin darslarda bu yerda fanlarga enroll qilish bor, ya'ni fanlarga yozilish. Bu yerda majburiy fanlar bor, keyin istagan fanlaringiz bor. Lekin o'sha xohlagan fanlaringizni ham o'qishga majbursiz. Prosta o'zingiz xohlagan fan tanlaysiz. Misol uchun biz dasturchilikda o'qiyotgan bo'lsak, qanaqadir biznes fanni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni xohish elektiv fan bo'yicha. Biroz yurakda g'ash qiladigan narsasi bor. O'zbekistonda bizda tutorlarimiz bor edi. Tutorlarga biz to'g'ri aloqaga chiqardik. O'quv bo'limiga hattoki borib turardik va ba'zi mas'ullarni hattoki qo'ng'iroq qilish orqali ham qanaydir muhimroq muammolarni tezroq hal qilish uchun ma'lumot olib turardik-da, lekin bu yerda bunday emas. Hech kim o'zini shaxsiy raqamini bermaydi yoki ijtimoiy tarmoqdagi raqamini bermaydi. Barcha narsalar albatta elektron pochta orqali amalga oshiriladi va elektron pochta bu doimo ham nima desam bo'ladi, bir Telegram emaski, uni doimo bir ochib qarab tursa-da.
Ya'ni Ish vaqtida tekshirishadi, boshqa payt ochishmaydi. Albatta, 2 kun, 3 kun, hattoki 1 haftadan keyin javob olish holatlari tez-tez kuzatiladi. Bu biroz iziqnamanlikka olib keladi odamda. Lekin men uni bo'lmadim. Sababi universitetdagi xodimlar bilan har doim elektron pochta orqali yozganimda tez javob olardim men. Lekin bu yerda shunchaki Twitterga borib, to'g'ridan to'g'ri borib muammoga aytolmaysiz. Sababi albatta bular vaqtni juda ham qadrlashadi. O'zlarini qadrini qadrlashadi. Sababi ular shunchaki tushlikda o'tirgan bo'lsa ham borib muammoga aytolmaysiz. Borib tushlik masalasida tushlikka oid mavzu gaplashasiz, lekin o'z muammongizga gaplasha olmaysiz. O'z muammongizga gaplashish maqsadida alohida kun va vaqtini kelishgan holatda ya'ni qancha suhbat bo'ladi? Agar siz 15 minut yoki 30 minut shu daqiqani minutni belgilagan holatda keyinchalik siz ko'rishib muammongizni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Qolgan holatda unaqa emas. Tutorlarimiz ko'rishayotgan bo'lsa, fikringlarni yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar mana shunaqa tizimga? Sizlarga qulay bo'larmidi agar talabalar tushlik payti faqat tushlikka aloqador masala bo'yicha kelishsa, ish payti faqat ishga aloqador, boshqa payt bezovta qilishmasa, nima degan bo'lardinglar? Hop, davom etamiz. Keyingi savol mana finlyandiyaliklarni qanaqadir odatlari, madaniyatlari bo'lsa, bor-ku mana bizga o'xshagan boya aytdingiz. Nepalliklarni dedingiz, sham bilan bog'liq qanaqadir o'zigina urf-odatlari bor. Mana shularning ichida aynan Finlyandiyaning urf-odatlari, madaniyatining ichida sizni qiziqtirgani qaysi bo'ldi mana? bir jiddiy fakt bor. Finlyandiya bu saunalar mamlakati deyishadi. Bu yerda har 3 odamga o'rtacha bitta sauna to'g'ri keladi. Xo'p, sauna bu madaniyat darajasida ko'plab finlandiyalik do'stlarim bo'lgani uchun, tanishlarim bo'lgani uchun ular shanba kunlari odatda saunaga taklif qilishadi. Sababi sen hech bo'lmaganda bir haftada bir marta sauna qabul qilgan, biz har 2 kunda bir sauna qabul qilamiz. Lekin shunda ham ba'zida o'zimizni bo'lmay ketganday bir g'alati his qilamiz. Sen hech bo'lmaganda bir haftada bir marta sauna qabul qil deb chaqirishadi, mehmon qilishadi. Albatta e'tiqodimizga ko'ra yeyishimiz mumkin bo'lmagan narsalar bor, lekin ular o'sha narsalarni cheklab biz uchun izlanib qanaqadir bir taomlar pishirib berishadi. Masalan, go'sht masalasida bo'ladigan bo'lsa. Lekin shaharda to'g'ri finlarni ko'rish anchagina biroz qiyin, sababi xalqaro shaharcha deb aytdik, talabalar bilan to'lgan va finlarning o'zi ham aytishadiki, agarda barcha talaba birdaniga o'z vataniga qaytib ketadigan bo'lsa, shaharda odam topish qiyin masala bo'lib qoladi deyishadi. Shahar hayot shunaqa. Men urf-odat demayman-ku. Ularda o'zi kunlik odati bor. Ular ya'ni sog'lom turmush tarziga juda qattiq e'tibor berishadi bular. Misol uchun vaqtini hisoblab yurishadi. Ishdan keyin biror kunini sportsiz tugatishmaydi. Ishdan oldin bo'ladimi yoki ishdan keyin bo'ladimi, albatta kamida 1 soat sport bilan shug'ullanishadi. Kamida 2 ta sport bilan. Misol badminton yoki futbol yoki badminton yoki tennis. Asosiy bular badminton bilan shug'ullanishadi. Kerak bo'lsa, ertalab yoki kech paytda yugurish bilan shug'ullanib yurishadi. Va meni ham taklif qilishganda orada, ya'ni jamoaviy yugurishga, ya'ni har xil o'zlari uchun marafonlar yaratishgan. 10 kilometr, 20 kilometr. Sen shunaqa yugurishing kerak, sababi vaqting bor. Bu yerda yugurmasang, o'zing sog'liging uchun degan maqsadda taklif qilib, shunaqa qilib meni ham o'rgatishdi. Bu yerda odam yugurgisi keladi, sababi o'rmonda albatta qancha tursak bo'ladi. Mashina yurish uchun alohida yo'lak bor, piyodalar uchun alohida yo'lak bor va velosipedlar uchun alohida yo'lak bor. Hattoki o'rmonlarda ham aynan o'rmonning ichida asfalt qilinmagan bo'lsa-da, lekin mayda toshlar bilan bu yerda ajoyib yo'l qilib qo'yilgan. Bu yerda aslida piyodalar va velosiped haydovchilari uchun. Yana ularda bir odatlari bor. Ya'ni oddiygina shaharning ichidan oladigan bo'lsak, mashina yuradi. Mashina yo'lida piyodalar yo'lagidan o'tayotgan paytingizda siz hali yo'lga burilasizmi yo'qmi, o'sha piyodalar yo'lagiga yaqinlashdingizmi, mashina o'zidan o'zi to'xtaydi. Hech qanaqasi, ya'ni signal chalmaydi yoki siz sekinroq o'tib ketayotgan bo'lsangiz ham signal umuman chalishmaydi. Sababi shovqin qilish mumkin emas shaharda. Har qanaqa holatda ham avtobus bo'ladimi, yengil mashina bo'ladimi, o'sha piyodani ko'rdimi, piyoda yo'lakchasi atrofida
hali o'tadi yo'q, unaqa tushuncha yo'q. Shunchaki to'xtashadi. O'tmasa, agar yo'l davom etib ketsa, mashina yurib ketaveradi, agar o'tadigan bo'lsa kutib turadi. Demak, bu boya sizlar aytgandek madaniyat darajasida shakllangan narsa. Bu qaysidir ma'noda madaniy shok, sababi O'zbekistonda albatta mashina olish bu boshqacha etapda. Kerak bo'lsa o'sha piyodalar yo'lagi bilan avtomobil yo'lagi nima desa bo'ladi? Uzunligi bir xil tarzda. Kerak bo'lsa ba'zi holatda piyodalar yo'lagi uzunroq. Nimadan ko'ra? Avtomobil yo'ldan ko'ra. Va qiziq ma'lumot, velosiped haydash bu albatta qaysidir ma'noda madaniyat darajasiga ko'tarilgan. To'g'ri tushunish kerak. Mashina o'zidan ko'proq gaz chiqargani uchun bular voz kechishni boshlashgan allaqachon va endi kelgan paytimizda bir madaniy shok bo'lgan. Kelishimdan oldin shaxsan o'zim internet orqali bir mashinalar narxini qaraganimda ideal holatdagi haydalgan mashinalar o'rta hisobda 2000 euro turardi, lekin bu yerga kelgan paytda yangi velosipedlarni hattoki 4000 eurolik o'rtacha 4000 eurolik narxlarda ko'rganmiz. 8000, 10000 eurolik velosipedlar bor. Va hattoki mega skidka yozilgan velosipedlar 1,5 ming atrofida turadi. Eng arzon velosiped bu kim uchun? Yosh bolalar uchun. 3 yoshdan 7 yosh orasidagi bolalar velosipedi o'rtacha 1000 eurodan turadi. 1000 euro hisobida. Taqqoslash uchun O'zbekistonda o'rtacha velosiped narxi 2 million yoki 3 million, 200 dollar, 300 dollar atrofida-da. Yaxshi sostenadagi velosipedlar bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni hujum avtomobil bilan velosiped bilan mashinaning narxi deyarli bir xil bu yerda. Menga ham oz shok bo'ldi endi bu ma'lumot. Lekin velosiped minishni yoqtiradiganlar mana shu mashinadan ko'ra velosipedni afzal biladiganlar uchun bu qulay bo'lsa kerak. Demak, bu qaysidir ma'noda nimadan talabdan kelib chiqib ham narxi bor. Demak, mashinadan ko'ra velosipedga ko'proq talab bor ekanda. Yana bir kichkina fakt, bu yerda endi shahar markazi, ya'ni shahar poytaxt shaharlarda, Helsinkida metroda velosipedmi, skutermi, samokat bular bemalol o'zi bilan olib metroga tushib ketishingiz mumkin bo'ladi bu yerda. Va liftlar ham bor velosipeddan Va alohida velosiped uchun yoki alohida odamlar uchun liftlar mavjud. Ya'ni siz velosipedingiz bilan hattoki торговый sentr, ya'ni o'sha savdo markaziga ham kirib ketishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Kerak bo'lsa. Tushunarli. Как velosiped xuddi smartfon olib yurasiz, o'shanga o'xshagan narsa ekanda, doim olib yursangiz bo'ladi istagan joyda. Unda keyingi qiziqtirayotgan narsa meni ob-havosi, iqlimi, oziq-ovqatlarga, umuman turmush tarziga o'tda moslashish qanchalik qiyin yoki oson bo'ldi? Bizda kichkina bo'lsa ham tajriba bor edi o'tgan yili. O'sha work and travelga qatnashgan paytimizda. Bizda qanday tajriba bor? Endi shaharda yashash emas-u, umuman ovqatlanish yokida tirik qolish masalasida deydi. Hammasi joyida. Misol talabalar uchun yetarlicha diskountlar bor-da, chegirmalar mavjud. Misol, qanaqadir supermarketlar uchun, kiyim-kechaklar uchun yetarlicha chegirmalar bor. Yetarli bular deyarli qimmat emas, normal darajada yashab ketsa bo'ladi. Yashash tarziga keladigan bo'lsak, albatta halol go'sht topish imkoni mavjud bu yerda. Eronlar tomonidan ochiladi. Muammo emas. Endi biz ochiq menda uncha qiyin kechmadi, oson kechdi adaptatsiya jarayoni. Sizni? Xo'p, bu yerda muzlatilgan tovarlar aslida juda ham ko'p. Mana work and travelda ham yoki exchange qilib ham kelgan talabalarda ko'pchilik aytadi, shaxsan o'zimda ham shu voqea bo'ldi. Tovarlarning aksariyati qaysidir ma'noda sun'iy tarzda yetishtirilgani uchun ularda qaysidir ma'noda kaloriya juda ham past va kundan kunga vazn yo'qotayotganingizni o'zingiz his qilib borasiz. Masalan, menda 1,5 oy ichida 11 kilogramm vazn yo'qotish bo'ldi. Endi orada biroz kasal bo'lgan, balkim ko'proq ta'sir qilgandir, lekin mana o'tgan yil work and travelga kelgan paytimda ham bir necha kilogramm yo'qotganman aslida. Bu aslida Finlandiyada fizik harakatlarim aslida juda ham ko'p cheklangan. Aslida O'zbekistonda juda ham ko'p harakat qilganman va
ovqatlanishimning hajmiga nisbatan qaraydigan bo'lsak, Finlandiyada 2-3 barobar ko'proq yeyman aslida. Chunki kerakli kaloriyani to'plash uchun. Masalan, am, yegan narsangizni ba'zida kuchini his qilmaysiz, doim ochlik hissi bilan yurasiz. Mana shu biroz bir odamni qiynab qo'yadigan narsa. Tushunarli, lekin yashab ketsa bo'ladi. Yashab ketsa bo'ladi. Bu yerda yashash ancha yaxshi, sababi birinchidan toza havo, chiroyli tabiat. Garchi shahar bo'lsa ham. Ochig'i fin odamlari ham unchalik yopiq emas. Borib gaplashasiz, lekin gaplashadi bemalol. Lekin ular siz oldida shunchaki tanishgani kelishmaydi hech qachonda. Keladi, kimlar keladi? Xalqaro talabalar kelib tanishib, boshqa qilishi mumkin. Lekin ular bilan agar finlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, ular shunaqa ochiq va mehribon. Kerak bo'lsa uyga taklif qilishadi. Har qanday holatda. Misol siz diningizni juda qattiq hurmat qilishadi. Qaysi din bo'lishidan qat'iy nazar. Misol biz musulmonmiz, ya'ni islom dinidamiz desak, o'shanga qarab turib ular mehmon stolini o'zgartirishadi. Taomlarning menyusini o'zgartirishadi. Misol kerak bo'lsa iloji boricha o'sha biz uchun misol cho'chqa go'shti mumkin emas bo'lsa, ular olib tashlaydi umuman stol ustidan. Yokida o'zlari uchun ma'lum bir miqdor qoldirishadi. Bularda madaniyat darajasiga chiqqan yana bir narsa barbekyu qilish, sosiskali barbekyular. Shunday bir barbekyularni hattoki biz shartnoma qilgan turar joy beruvchi kompaniya ham tashkillashtirib berdi biz uchun va o'sha paytda borganimda hattoki vegetarianlar uchun ham sosiskalar bor ekan. Ochig'i biroz kulgili bo'ldi. Vegetarianlar uchun sosiska, ya'ni tarkibida go'sht bo'lmagan sosiska qanaqa bo'lar ekan degan mazmunda Bu anu kofeinsiz kofega o'xshagan narsa-da. shunday kofeinsiz kofega o'xshagan narsa bu aslida undan qilinadigan bir narsaga o'xshar ekan. Lekin umuman olib qaraganda ular barchani hurmat qiladi, e'tiqoddan qat'iy nazar, uni ta'limotdan qat'iy nazar barchasini hurmat qilishadi. Tushunarli. Endi mana qaranglar, Finlandiyada o'qishni rejalashtirayotgan exchange bo'ladimi bu yoki double degree bo'ladimi? Mana shu talabalarga agar qanaqadir uchta nyuans yoki qanaqadir kichkina maslahatcha berishingiz kerak bo'lsa, qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchi navbatda tushuncha bilan boshlamoqchiman. Transkript masalasi biroz muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek, bozorlarimiz turlicha bo'lgani sababli o'qitilayotgan fanlarni o'zi ham biroz boshqacha shakllanishi mumkin. Misol tariqasida biz O'zbekistonda ingliz tilida o'qiymiz. Shunda ham biz ingliz tilida o'qiymiz. Ya'ni ingliz til fanlari mavjud emas. Yokida O'zbekistonda biz biroz fin tilini kamroq o'qiymiz agarda fin tilini o'qiydigan bo'lsak. Bu yerda biroz ko'proq o'qitiladi. Yokida Bu yerda xalqaro talabalar ko'p bo'lgani sababli xalqaro talabalar o'rtasidagi muloqotni rivojlantirish uchun maxsus fanlar bor. O'zbekistonda bunday fanlar yo'q. Yokida mana shu narsalarning hisobiga ba'zi bir fanlarni kredit o'zgarib ketish hisobiga bu yerda Finlandiyaga kelgandan keyin qo'shimcha fanlar yokida qo'shimcha kreditlar o'qish shart bo'lib qoladi va kredit deganda bu yerda men soat haqida gapiryapman. Bu yerda kredit aslida soat va pul haqida gap boradi. Bu yerda faqat soat haqida gap ketyapti, lekin qo'shimcha to'lov haqida bizga hali hech qanaqangi gap ochilgani emas. Mana shu narsa va kelayotgan vaqtda albatta sog'liqqa qarash kerak. Menda bir xunuk voqea. Endi havo almashtirgan paytda, iqlim o'zgartirgan payt bo'lib turadigan muammo menda ham kuzatildi. Men endi shu yilni boshida o'zini fevralda tekshirtirgan paytda sog'lom degan bir natijani olganimdan keyin men sog'lomman deb asli yuraverdim, lekin mana 8 oy o'tgandan keyin Finlandiyaga kelib, bu yerda anchagina bir iqlim o'zgarishi hisobiga kasal bo'lib qoldim va mana shu narsani albatta o'zlarini bir kundalik tartibiga qo'yish kerak kelayotgan vaqtda. Albatta muhim narsa stomatologiyadan albatta ko'rinish kerak, chunki tish og'rig'i bu juda ham xunuk holat va tish og'rig'i bilan kurashish Yevropada bu juda ham qimmat narsa. Bu bir necha minglab yevro degani. Shuning uchun O'zbekistonda albatta bu narsaga muhim qarash kerak. Qo'shimcha qilaman shu gapiga. Bu yerda bir fin odamni eshitdimki, stomatologga o'chirtga yozirish kamida 2 oy yoki 3 oy oldin. Bu juda kulgili eshitildi men uchun. Ya'ni siz tishingiz og'riyapti, siz doktor qabuliga 2 oy yoki 3 oy oldin yozirishingiz kerak.
Uni ichida nima bo'lasiz, u qiziq emas ularga. Unga yarasha keyin qimmat ham bo'ladi. Demak, qo'shimcha soatlar o'qishga, qaysidir fanlarni qaytadan o'qishga, ko'proq o'qishga tayyor bo'lish kerak va sog'lig'i haqida judayam bir jiddiy qayg'urish kerak. Stomatologist va boshqa masalalar. Yana bir maslahat, qayerga kelayotgani haqida tushuncha bo'lishi kerak. Ya'ni eng kamida o'sha internetdan qarab, hozir texnologiya asridamiz, bemalol topsa bo'ladi. Ya'ni shunchaki ko'z yumib kelmasin. Endi nima bo'lishi kerak? O'sha shahar, misol shahar haqida, odamlari yokida bu yerdagi turmush tarzi haqida tushuncha bo'lishi kerak. Tushuncha bo'lmasa, qiynaladi, buning uchun adaptatsiyasiz sekin kechadi yokida qiynalishi ham mumkin katta holatda. Har bitta servislar bo'yicha ma'lumotlar qidirib o'rganib kelishini tavsiya qilaman. Aslida universitetga va'da qilganman o'quv bo'limiga. Mana shu birinchi semestr tugagandan keyin mana bahorda yangi talabalar kelishni boshlaydi albatta. Ya'ni dokumentatsiya ishlari boshlanadi. Mana shu paytda talabalar uchun bir yaxshi tushuncha bo'lishi uchun aslida nimalar kerak, nimalar bo'ladi va nimalarga tayyor bo'lish kerakligi haqida prezentatsiya yoki bir kichikroq video qilib berish planida bor, aslida rejada bor. Sababi bu yerga kelgandan keyin ko'p narsaga tayyor bo'lish kerak. Masalan, finansiy jihatdan albatta tayyor bo'lish kerak. Sababi menga bir marta kasal bo'lish, atigi 4 soat больницада qolish menga ancha qimmatga tushdi. Yokida bo'lmasam bu yerga kelgandan keyin bizda viza kartamiz orqali bu yerga to'lovlar qilishimiz mumkin. Do'konlarga, kafe, restoranlarga yoki boshqa joylarga, lekin karta orqali bir ko'proq amaliyot qila olmaymiz. Sababi cheklangan. Bu yerda Yevropaning o'zining tizimlari bor. Yevropadan esa, ya'ni Finlandiyadan karta olaman desa, bu hattoki 1 oy vaqt talab qiladi. Bizda O'zbekistondagi o'xshab bir kunda yoki bir haftada karta tayyor qilib berilmaydi. Mana shu narsaga ham tayyor turish kerak. Albatta hali kelajakda mana birinchi semestr tugasa, qandaydir bir yakunlar bo'yicha o'z xulosalarimizni albatta ulashamiz. Bu yerda albatta biror bir taqdimot yoki biror bir video, alohida video tayyorlab o'quv bo'limiga beramiz. O'quv bo'limi kelish istagidagi talabalarga albatta ko'rsatib, xulosa chiqarish uchun material sifatida berishadi. Lekin rostdan kelib o'qiydigan joy. Arziydigan joy. Albatta arziydi. Oxirgi beradigan savolim, o'qishni tugatganinglardan keyin Finlandiyada qolish yoki O'zbekistonga qaytish sizlarga shunaqa tanlov berilsa, matrisada beradi-yu ikkita tabletka. Qaysi birini tanlaysizlar? Endi ishlar, hamma narsa sizga taklif qilinsa, ish taklif qilinyapti. Finlandiyada yoki o'qishni davom ettirish, magistratura boshqa Finlandiyada yoki xuddi shu narsa O'zbekistonda. Qaysi birini tanlardinglar? Bir narsa bor, biz 2 yillik viza bilan kelganmiz. Albatta 2 yildan keyin viza tugagandan keyin uni cho'zdirish imkoniyati bor. 6 oy muddatiga, ya'ni bu yerda ishlash uchun-da. Undan keyin qolish masalasi bu albatta bu yerdagi ishlarga, faoliyatga bog'liq. Lekin shaxsan o'zimdagi bir kundalang masala boshqa edi. Yevropada o'qish yoki boshqa bir xorijiy davlatda o'qish, ulardagi texnologiya yoki bir boshqa bir bilimlarni olib kelib, O'zbekistonga adaptatsiya qilib ko'rish albatta. Sababi O'zbekistonda hozir ITga yaxshigina summalar tikilyapti, investitsiya juda ham yuqori. Shunchaki loyihalar soni va ularning sifatlilik darajasi anchagina past. Ya'ni ularning qanchalik aktualligi juda ham past. Bu yerda esa aktual loyihalarni hattoki o'rganish yuqorida aytdik, bir biznes forumlar bo'lib turadi. Bu yerda turli xil davlatdan kelganlar o'zini mamlakatdagi qanaqadir bir ideyalarni, g'oyalarni olib kelib aytishadi va bularni O'zbekistonga adaptatsiya qilish mumkin aslida. Va mana shu loyihalarda shunchaki ishlash kerak, xalqqa, madaniyatga yoki davlatchilikka, qonunlarga moslashtirib, albatta bu narsalarni ertaga O'zbekistonga adaptatsiya qilish shart. Va meni javobim ma'lum bir yildan keyin albatta O'zbekistonga qaytaman. Demak, kerakli tajribani yig'ib, bilimlarni yig'ib, qaytib qo'llaysiz. Xo'p, O'zbekistonga qaytish yokida bu yerda faoliyat davom ettirish albatta 2 yil yetarli vaqt emas har qanday holatda. Ya'ni o'z nomidan kelib chiqqan holatda universitetdan 4 yil o'qitiladi. Endi hisobga oladigan bo'lsak, bu yerdagi hozir o'qish faoliyatimiz 2 yil bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik yana bir necha yilga muddatni uzaytirib
ya'ni bu yerdagi barcha bilimlarni, ya'ni yangi sohalarda o'rganib chiqib, o'sha O'zbekistonga, ya'ni yirik bir loyihalar bilan yoki startap bilan chunki bu yerda startaplar soni judayam ko'p. Finlyandiyaning o'zida yoki Yo'nso'da shahrining o'zida ham har qanday startaplarni qo'llab-quvvatlashadi. Keyin ko'p holatda bu yerda sifatli tarzda startap loyiha quriladi. Shuni hisobiga talab ham bor hamma startap ham yurib ketadi bu yerda. Ya'ni texnologiya ancha rivojlangan bo'lgani uchun. Xo'p, men javobim ma'lum bir 2 yoki 3 yil atrofida qolib, keyinchalik O'zbekistonga qaytaman. Manimcha bu sizlarni bergan ma'lumotinglar, tajribalar bu videoni ko'rgan, bu podkastni ko'rgan talabalar bo'ladimi, abituriyentlar bo'ladimi, foydali bo'ldi deb o'ylayman. Men ham o'zimga yangi bo'lgan ma'lumotlarni oldim. Agar video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, fikringlarni yozib qoldiringlar, ulashinglar. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, yangi savol tug'ilgan bo'lsa, o'zinglarni qiziqtirgan double degree'ga aloqasi bo'ladi yoki exchange yoki umuman Finlyandiyani o'zi bilan bog'liq savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda mana bular bilan yana podkastlar qilganimizda yoki intervyularimizda so'raymiz. Sizlardan bo'lsa, semestr oxirida kutib qolamiz. O'sha Artur aytgandek, qaysidir nyuanslarni tushuntiradigan foydali prezentatsiya yoki video bo'lsa, qo'llanma bo'lsa, mana shu videoni izohida qoldiramiz. Silkani kirib, ko'rib, tanishib chiqishadi. Rahmat sizlarga vaqtinglar uchun, bergan ma'lumotlar uchun. Ko'rishguncha nima bo'ladi? Moy moy. Moy moy, mo'kka.